Bilasizmi, qanday qizlar mana shunday ayolini hurmat qilmaydigan erkakka va zulmkor, azob beruvchi, qahrli, tushunmaydigan, zo'ravon qaynonaga uchraydi. Ota-onasini uyida faqat xizmatga o'rgatilgan, fikri eshitilmagan, mehr ko'rmagan, tushuntirilmagan, o'zining haq va huquqlarini anglab yetmagan, o'zingdan kattaga har doim u nohaq bo'lsa ham xo'p degan naqlida tarbiya qilingan. Fikrini bildirsa, gap qaytarma deb tanbih berilgan. Bildirgan fikri evaziga jazolab sindirilgan. Uning ham haq va huquqlari borligi to'g'risida o'rgatilmagan. Bechora va xizmatkor obrazi singdirilgan qizlarga mana shunaqa ayolni qadriga yetmaydigan er va jazolovchi qaynona uchraydi. Savol tug'iladi. Mana shunday tarbiya qilingan qizlar bu vaziyatdan chiqish uchun nima qilish kerak? Mana shunday tarbiya ko'rgan qizlar albatta psixologik ilmlarni o'rganishi hamda o'z haq-huquqlarini himoya qilishni o'rganmog'i lozim. Aks holda ular nafaqat kelinlikda, balki butun umri davomida bugun kelinlikda jazolandi, ertaga qaynona bo'lganda ham hurmat topmasdan, faqat xizmatkor bo'lib, kun ko'rmasdan, aybsiz aybdor bo'lib, tinmay xizmat qilib, yana ta'na dashnom eshitib, hurmat nima bilmasdan yashab o'tadilar. Bu ham kamlik qilganday turli xil kasalliklar, bosh og'rig'i, uyqusizlik, vahima, qo'rquv, ichki xavotir, depressiya, o'z joniga qasd qilish holatlari yuzaga keladi. Mana shunday vaziyatga tushgan qizlar bechora obrazida azoblanib yashamasdan, boshqalar nima deyishidan qat'iy nazar o'zini hurmat qilishni, o'zining haq-huquqlarini himoya qilishni o'rganishi, o'zini o'zi hurmat qilishni va baxtli yashamoqni o'rganmog'i lozim bo'lgan qizlardir.